Poytaxtimizda Turkiy dunyoning yangilanish jarayonlari mavzusida xalqaro simpozium o'tkazilmoqda. Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur anjumanda Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi davlatlardan yirik olimlar, professorlar va tadqiqotchilar ishtirok etdi. Turkum simpoziumning galdagisi buyuk ma'rifatparvar jadid bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiyning xotirasiga bag'ishlandi. Turkiy dunyoning yangilanish jarayonlari ana shu nomdagi turkum simpoziumlar Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning olimlarini, professorlarni, tadqiqotchilarni bir manzilda birlashtirdi. Simpoziumning birinchisi va ikkinchi bosqichlari Turkiyaning Izmir shahrida o'tkazilgan edi va uchinchisini tashkil etish uchun bejiz O'zbekiston tanlanmadi. Chunki ilmiy konferensiya aynan Mahmudxo'ja Behbudiy xotirasiga bag'ishlandi va jadidchilik harakatining asoschilaridan biri bo'lgan ma'rifatparvar buyuk ajdodimiz Mahmudxo'ja Behbudiy aynan O'zbekiston farzandi. Uning ilmiy merosi bugun butun dunyoda o'rganilmoqda. Türkistan Cedid hareketinin öncüleri Turkiston jadid harakatining asoschilari millat oydinlaridir. Ular xalqni ilm ma'rifatga boshlagan. Masalan, Mahmudxo'ja Behbudiy butun Markaziy Osiyo, Sharq va Turkiy dunyoda o'chmas iz qoldirgan. Davlatingiz rahbari tashabbusi bilan ulug' alloma, millat fidoyisi Behbudiy ijodini o'rganishga keng imkoniyatlar ochildi. Bugungi anjuman esa ana shu o'rganishlarni bir joyga jamlab, yangi ilmiy manbalarni izlash va buyuklarga beshik bo'lgan O'zbekistonni yanada ko'proq tanishimiz, bilishimiz uchun imkon yaratdi. Jadid bobolarimizning orzu niyatlarini mana shu yangi O'zbekistonning taraqqiyotida, rivojlanishida amalga oshirishni reja qilib, buni yoshlarimizga o'rgatishni, ularga ilm, ta'lim berish mobaynida mana shu jadidchilik harakatining mazmun mohiyatini ularga tushuntirib borishni o'zimizga asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. Bu butun turkiy davlatlarni o'ziga qamrab olgan va mana shu simpoziumning qabul qiladigan yechimlari, ilmiy tavsiyalari, qarorlari Turkiy davlatlarining universitetlariga, ilmiy tadqiqot institutlariga tavsiya sifatida yuboriladi va ularni chuqur o'rganib, bu borada tadqiqotlarni davom ettirishga juda katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Toshkent İqtisadiyyat və Pedagojik Universiteti ilə Xəzər Universiteti arasında bir anlaşma imzalandı. Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti bilan Ozarbayjonning Xazar universiteti o'rtasida muhim bir memorandum imzolangan. Shu asosda biz yaqin hamkorlik qilib kelyapmiz. Bugungi konferensiya Turkiy dunyoda olimlar, tadqiqotchilar, umuman ilm ahli uchun juda muhim tadbir. O'z mohiyatiga ko'ra noyob ijtimoiy-siyosiy fenomen bo'lgan jadidchilik g'oyasining shakllanishi va taraqqiyotiga doir ko'plab ilmiy tadqiqotlar yaratilgan. Ushbu tadbir ana shu tadqiqotlarni tahlil etish, Turkiy dunyo olimlarini birlashtirish, ham fikr, ham jihat bo'lib, hamkorligimizni rivojlantirish uchun yo'l ochadi. Shuningdek, anjuman tarix, pedagogika, adabiyot va sotsiologiya kabi yo'nalishlarda olimlarning fikr almashishi, tajriba orttirishi, yangi ilmiy izlanishlarni tadqiq etishlari uchun muhim platforma bo'ldi. Bugun 75 nafar nufuzli universitetlardan olimlar ishtirok etyapti. 3 ta shu'ba asosida Mahmudxo'ja Behbudiy, Ismoil Gasprali va Rasulzoda ko'shklarida bo'lib o'tayotgan anjumanda 20-asr boshlaridagi Turkiy dunyodagi, xususan Turkistondagi yangilanish jarayonlari muhokama qilindi. Asosan Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Cho'lpon kabi jadidlarimizning ilmiy, adabiy, ijodiy merosi olimlar tomonidan o'rganildi, tadqiq qilindi va targ'ib qilish ishlari haqida fikrlar yuritildi. Dunyoning turli burchaklaridagi olimlar buyuk ma'rifatparvar ajdodimiz Mahmudxo'ja Behbudiy merosi bo'yicha dolzarb masalalarga amaliy yondashuvlarni taklif etdi. Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar oliy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlik qilish bo'yicha muhim kelishuvlarga erishildi.